Muxtar Trend kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum. Telegram hamda YouTube'da o'z faoliyatini olib borayotgan Muxtar Trend kanalining qadrdon obunachilari, audio intervyu dasturining navbatdagi soni bilan Kamina Xurshida Bonu Jo'rayeva sizlarning xizmatingizdaman va audio intervyu dasturimizning navbatdagi mehmoni havaskor, ijodkor, xonanda Quvondiq aka Bekjanov bo'ladilar Qoraqalpog'istondan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturimizga. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsiz va Quvondiq aka dastlab dasturimizni ajoyib tarona bilan boshlab o'tsak, undan so'ng hayajoningizni bosib olganingizdan so'ng asosiy savol-javoblarga o'tamiz. Marhamat. Sumbula ona bolay yıl bilan mening ko'nglim sen bilan sen ketarsan kim bilan qadamingga gullar ochilsin mening ko'nglim sen bilan sen ketarsan kim bilan qadamingga gullar ochilsin men bu yerdan o'tyapsam Farg'onada tutuning men bu yerdan o'tyapsam Farg'onada tutuning bu dunyoda bormikan yurak bag'ri butuning qadamingga gullar ochilsin bu dunyoda bormikan yurak bag'ri butuning qadamingga gullar ochilsin bu dunyoda bor bo'lsa yurak bag'ri butuning bu dunyoda bor bo'lsa yurak bag'ri butuning qog'ozdan choyasaymi yuzam bilan butuning qadamingga gullar ochilsin bu dunyoda bormikan yurak bag'ri butuning qadamingga gullar Ofarin, o'zingizga ko'z tegmasin. Ajoyib. Adashmasam bu Tanovvar, shundaymi? To'g'ri. Va endi
Asosiy savollarga o'tadigan bo'lsak, Qondiq aka, oilangizda san'atkorlar bo'lganmi? San'atga qiziqish qayerdan? Yo o'zingizda tug'ma qiziqish bormi, tug'ma talantmi? Shuni gapirib bersangiz. Oilamda shu san'atkor onamda bo'lgan. Munojat ashulani shunday chiroyli qilib aytardi. Ham raqsga ham tushardi, onamda bor edi. Men o'zim 4-sinf 10 yoshimda qo'limga tor olib, eng birinchi chalib aytgan qo'shig'im Xorazm sekohi bo'lgan. Ana shundan keyin boshlanib ketgan bu. O'sha maktab davrlarida bilamizki, ko'plab ko'rik tanlovlar bo'ladi. O'shalarda ham ishtirok etganmisiz? Tanlovlarda ishtirok etgansiz, natijalar qanday bo'lgan? Shu maktabda o'qishda ham lazgiga tushar, qo'y raqsga tushardim. Ashula aytishga, konkurslarga olib ketardi. Endi o'zim maqtanganim emas. Shunday. Shu birinchi o'rinni olib kelardim. Juda ham ustozlarim, mana bu o'qituvchilarim xursand bo'lib, quvondiq, boringga shukr. Mana maktabning obro'yini ko'tarib turibsan, derdi. Qondiq aka, yana bilmoqchi bo'lganim, tor sozini chalishni bilaman dedingiz. Yana qanaqa musiqa asboblarini bemalol chala olasiz? Doira usullaridan chalaman. Shu endi doira uncha chalmayman, lekin doira nimalariga tusha olaman ashula aytganimda, lekin eng biladiganim tor chalaman. Shu Otajon Shukurov, Otajonov, Qamjon Niyozov, Sherali Jo'rayev, ana shu ustozlardan qo'shiqlardan chalaman. O'zingiz ham o'sha musiqiy to'garaklar bo'lardi, musiqa maktablarida o'qiganmisiz, musiqa to'garaklarida va shu sohani nimaga davom ettirmadingiz? Yo'q, men nima desam, men o'qimaganman. Umuman tor chalishda ham muzika, demak bu tug'ma talant, endi ona merosi. Ha, tug'ma talant bu. Toriga qaramaganman. Mana bu barmoqlari pardasida yursa ko'p nimalar qaraydi. Men umuman hayotda qaramaganman. Qarasam adashib ketaman. Qalbim bilan ko'rib turaman shu pardani. Tushunarli. To'y hashamlarda ham ishtirok etib turasizmi? Ha. To'ylar bilan. To'ylarga olib ketishadi. Shu 18 yoshimda, 89-yil edi. Shu 18 yoshimda to'yga chiqib ketganman. Shu mana hozirgacha keladilar, iltimos qiladi, meni olib ketadi. Shu to'ylarni gurullatib o'tkazib yuribman. Tushunarli. Hozircha ham. Tolmang deb qolamiz. San'at yo'lida yanada katta muvaffaqiyatlarga erishing va yana bir jonli ijrodan bahramand bo'lamiz. Marhamat. Qanaqa tarona tinglaymiz? Mahmudjon Azimovdan aytsam. Marhamat. Samarqandga borsam men agar, Ulug'bekni ko'rib qaytaman. U kun yig'lab turar har safar, men dardimni kimga aytaman. Bag'rimda bo'y yetgan bo'z bolam, mergan bolam, lochin ko'z bolam.
bo'zim tadi urgan o'z bolam men dardimni kimga aytmam bo'zimga urgan o'z bolam men dardimni kimga aytaman sezmay qoldim o'shanda chog'im yulduzlarda ekan nigohim sezmay qoldim o'shanda chog'im yulduzlarda ekan nigohim bilmadim edi gunohim men dardimni kimga aytaman bilmadim edi gunohim men dardimni kimga aytaman qancha g'amga botmagan edim qancha og'u yutmagan edim o'z bolamdan kutmagan edim men dardimni kimga aytaman o'z bolamdan kutmagan edim men dardimni kimga aytaman tanim muzlab yog'doshga otaman meshhab emas axir otaman tanim muzlab yog'doshga otaman meshhab emas axir otaman Yurumda ham o'ylab yotaman men dardimni kimga aytaman Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rmay kelmayman u qon yig'lab turar har safar men dardimni kimga aytaman u qon yig'lab turar har safar men dardimni kimga aytaman men dardimni kimga aytaman katta rahmat o'zingizga ko'z tegmasin deb qolamiz ajoyib tarona uchun minnatdorchilik bildiramiz Samarqandni betakror ekanligini o'quvchi tarona maxfiy etuvchi va yana savollarga o'tamiz. Ustozlaringiz haqida gapirib bersangiz va o'zingizga g'oyibona ustoz deb qaysi san'atkorlarni bilasiz? Ko'proq qaysi san'atkorlarning ijodlarini hurmat qilib tinglaysiz, ijro qilasiz? Mening ustozim yani To'rtko'l shahrida Qodamboy Qabulov ustozlik qilgan.
duo qilgan ana shu mana bu g'azallardan aytasan, sen kam bo'lmaysan deb menga duo qilgan shu ustozlardan Otajon Xudo shukurning qo'shiqlaridan ko'p aytaman. Suvora, Sabti Suvora, Munojat, Feroz, Kelsun qo'shig'i, Xorazm Segohi, ana shulardan ko'p aytaman. Tushunarli. O'zingiz ham mualliflik qo'shiqlari yaratishga harakat qilib ko'rmadingizmi yo mualliflik qo'shiqlaringiz bormi? O'zimning qo'shiqlarni endi harakat qilyapman. Hozir bittasini aytib bersam Marhamat. degandim. Marhamat, eshitamiz. G'arib bo'lsang xabar olmaslar, muhtoj bo'lganda bera olmaslar. G'arib bo'lsang xabar olmaslar, muhtoj bo'lganda bera olmaslar. Odam o'rnida yurmaslar, hatto o'z jigarlaring ham. Odam xato o'rinda yurmaslar, hatto o'z do'stlaring ham. Yolg'ondan qiynalib so'zing tinglar, ichidan mazza qilar. Boringda yeb ichganlar, atrofingda parvona bo'lganlar. Boshingga bir ish tushganda o'zlarini olib qocharlar. Boshingga bir ish tushganda o'zlarini olib qocharlar. Amal boyliqing bo'lsa so'zing tinglar, xato bo'lsa ham to'g'ri derlar. Amaling boyliqing bo'lmasa, qo'lingda bir puling bo'lmasa, boshing egsang havas qilarlar, hatto o'z yaqinlaring ham. Odam xato o'rinda yurmaslar, qo'lingda davlating bo'lmasa. G'iybat qilar o'z jigarlaring ham, qo'lingda amaling bo'lmasa. Qo'lingda davlating bo'lmasa, qo'lingda davlating bo'lmasa.
Katta rahmat, ofarin, ajoyib. Bu qo'shig'ingizni she'r muallifi kim? O'zingizmi? O'zim yozib o'zim chiqarganman, Masalasiz. musiqasi ham bor. Demak, buni musiqasi ham bor, shundaymi? Ha. Tushunarli. Va yana savol beradigan bo'lsam sizga, ana suvoralar aytaman dedingiz, har xil maqom qo'shiqlarni maromiga yetkazib aytishingizni eshitdik. Lekin yana sizga bermoqchi bo'lgan savolim, zamonaviy estradaga qanday qaraysiz? Ya'ni estradni, milliy estrada qo'shiqlarini ham ijro qilib turasizmi? Yo ularga fikringiz qanday? Endi zamon senga boqmasa, sen zamonga boq degandek, shu hozir estradaga ham o'tib ketganmiz. Tushunarli. Estradni qo'shiqlardan kimlarni qo'shiqlaridan ijro qilib turasiz? Zamonaviy qo'shiqlardan. Hamma ustozlardan aytaman. Tushunarli. Mana bu eng oxirgi estrada qo'shiqdan Odilbek Abdullayev degan qo'shig'i menga yoqib qoldi. Yashashni o'rgatdilar degan qo'shiq shunday. Keling tinglaylik bir shingil, agar iloji bo'lsa. Masalan shu odamlar mana shu qo'shiqni o'rgangin deydida, menga yuragimga jiz etmasa umuman o'rgana olmayman. Shu masalan o'zimga yoqsa, yuragimga jiz etsa, men shugina bir kunda o'rganaman. Bir kunda yodlab olaman. Keling o'sha qo'shiqdan bir shingil tinglaylik. Hayot taronasi Odilbek Abdullayevni. Ayamas bu hayot insonni har ikiga solarkan bu jonni. Ayamas bu hayot insonni har ikiga solarkan bu jonni. Onajon o'rgatgansiz menga, hech qachon sotma deb vijdonni. Onajon o'rgatgansiz menga, hech qachon sotma deb vijdonni. Kuygandim yig'latdilar, sevgandim aldadilar. Xafamasman hech kimdan, yashashni o'rgatdilar. Do'stlariga osh bersam tosh otdi, ortimdan g'iybatlab gap sotdi. Hayronman kim do'stu kim dushman, baridan charchadim bosh qotdi. Do'stlariga osh bersam tosh otdi, ortimdan g'iybatlab gap sotdi. Hayronman kim do'stu kim dushman, baridan charchadim bosh qotdi. Olqilab hurmatim joylaydi, joylab ham bir xiyla o'ylaydi. Qo'li ko'ksida jilmayib, qachondir qulashim poylaydi. Olqishlab hurmatim joylaydi, joylab ham bir xiyla o'ylaydi. Qo'llari ko'ksida jilmayib, hamma vaqt qulashim poylaydi. Kuygandim yig'latdilar, sevgandim aldadilar. Xafamasman hech kimdan, yashashni o'rgatdilar. Xafamasman hech kimdan, yashashni o'rgatdilar. Ey, yashashni o'rgatdilar.
Ajoyib, ajoyib. Ofarin. Rahmat. Va oldinda qanaqa rejalar bor, maqsadlar bor, shular haqida gapirsangiz. Oldimda shu rejalarim, televideniyadan chiqib turgan ustozlar bilan uchrashsam degan. Yana bir shu o'rindagi savolim, qaysi agar imkon berilganda, qaysi san'atkor bilan duet kuylagan bo'lardingiz? Duet kuylash imkoni berilganda. Birgalikda qo'shiq kuylash imkoni berilganda. Birgalikda shu masalan ustozlarim ko'psi mana olamdan ketdi, rahmatli. Endi Bunyodbek Saidovdan uchrashsam, qo'shiq aytishsam, Zulayfa Boyxonova, Yulduz Usmonova, Botir Qodirov, ana shular bilan bir suhbatlashsam degan bir niyatim bor edi. Ilohim niyatlaringiz ijobat bo'lishiga tilakdoshmiz va Muxtor Trend kanalining obunachilariga, umuman muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz. Shuni tinglaydi. Baribir ko'pchilik insonlar, jamiyatimiz insonlari tinglaydi ushbu suhbatni. Tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz. Ana shu O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, Xudoyim. Shu muxlislarimga ham sog'lik tilayman. Qani shu muxlislarning xonadonlariga borib, to'ylarida qo'shiq aytish nasib etsa deyman. Ilohim shunday bo'lsin. Qondiq aka, ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Samimiy suhbat, go'zal ijrolar uchun alohida tashakkurlarim. Eslatib o'taman, hurmatli obunachilar. Bizning audio intervyu dasturimizning navbatdagi mehmoni Xo'jayli tumanidan Qondiq aka Bekjonov bo'ldilar. Ajoyib xonanda, sohib nafas, havaskor, ijodkor. Ijodlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sizlar bilan xayrlashaman yanagi dasturlarga qadar. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonat sizlar azizlarim. Sizlar bilan Kamina Xurshida Bonu Jo'rayeva bo'ldim. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz mana shunday talant egalarini, havaskor ijodkorlarni topishda, izlanishda davom etamiz. Siz bizni kuzatishda davom eting deb qolamiz. Va Qondiq aka, keling dasturimizni ajoyib bir juft sho'x tarona bilan yakunlaylik. Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'lganingizdan keyin qoraqalpoqcha va xorazmcha qo'shiqlarni muxlislarimiz albatta xohlashadi. Agar imkon bo'lsa, qoraqalpoqcha va xorazmcha taronalar bilan yakunlasak. Qoraqalpoqchadan Anargullarni aytaman. U 3 kuplet, 2 kupletni aytaman. Mayli. Bemalol. Yamyası bağlarda kızıl güllerdi, Nukuz kuş yesin diye yasın otları, Bağda jaslar sayralar jirni sayra, Onda kurundiydi benim sevgilim. Bağda jaslar sayralar jirni sayra, Onda kurundiydi benim sevgilim. Sidi deb aytuğa o'zgeshdi, o mening senimni yor edi. Sebebi o
suygenim edi. Tabaman men onu qaydan bolsa da sebebi ol menin suygenim edi. O anar gülleri hayranman suygenim nege kelmedi. O anar gülleri hayranman suygenim nege kelmedi. Sebebi ol menin suygenim edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham katta rahmat e'tibor uchun.